Dum ma'nosi tavfiqdagi dum marhalasi nima edi? Tahayyu asbob deydi. Asbob insonga muyassar qilsa Alloh subhanahu va taolo. Yaxshi amalni qilishlik, iymoniy amalni qilishlik, Alloh rasulda aytganiga barobar zindalik o'tkazishlik, insonni Alloh rozi bo'layotgan ishlarni qilarday asboblarni barobar qilishlik, mana bu tavfiqda dum marhalasi. Insonga tani solim berdi, aqli solim berdi, a'zolari say solim, oyog'i yuriydi, tili gapiradi, ko'zi ko'radi. Xo'p, bu yerda suv bor, mana bu yerda tashnob bor, bu yerda masjid bor, muazzinning sesi keladi. Tamom narsasi sayi, mana shular nima edi? Asbob. Suv bo'lsa turing, torat qiling, qo'lingiz sayi, shalmas, oyog'ingiz shalmas. Biron mariz mushkul bistarda tura olmayotganingiz yo'q. Torat qilamansiz, mana bu yerda tashnob bor, zamina bor, quloqingizga azon ham keldi. Mana shular nima edi? Asbob. Suv bir asbob, toratxona bir asbob, qo'l oyoqni sihatmand bo'lishligi bir asbob. Mana bular ham tavfiqning ikkinchi ma'nosi, ikkinchi marhalasi. Bu ham hammamizga bormi yo'qmi? Alhamdulillah. Hamma narsa bor. Hamma narsa barobar. Ramazon sharifga bu ko'proq barobar bo'ladi. Shuning uchun aziz qavmlar buni qadr qilinglar. Buni qadr qilinglar. Dunyo bo'yicha siz yuring. Dunyo bo'yicha survatmanlar, muraffah, zindalik, muraffah asbobi zindalikni tuzatgan, o'ziga omoda qilgan narsalar, mamlakatlar, shaharlarga borib yuring. Mana shuncha narsa ularga muyassar emas. Tushunarlikmi? Shuning uchun buni tushuninglar. Ramazon sharifning munosabatidan yuragingizga bir xayr amali kelsa, mana shu bechora, g'arib, yatim, bir beva, bir o'zdan qolgan shu bechoraga birgina ko'mak qilishim kerak. Yuragingizga keldi, bir tavfiq bo'ldi bu. Marhalasi bo'ldi. Bor o'zingizdan suyish shu. Uyingizda ikkita noningiz bor, bittasi sizga bo'ladi, bittasi izofa. Mana shu asbob bo'ldi. Yuborib qo'ying shuni. So'rang shuni, yuborib qo'ying. Hamsoyangiz bo'ladi, shu bechorada yo'q, qavmi xishingiz bo'ladi, begona bo'ladi, xabar bo'lsiz, yuborib qo'ying. Mana shu asbob. Ikkisi ham muhayyo bo'ladi. Qarang, Ramazon sharifga qarang. Qancha har kim yuboraveradi. Yurakka tashlaydi, yuboraveradi. Bunisi shulla yuboradi, bunisi atala yuboradi, bunisi osh yuboradi, bunisi samsa yuboradi, bunisi non yuboradi, bunisi xurmo yuboradi, bunisi suv yuboradi. Yubormay. Ramazon sharif tavfiq. Musulmon agar mutavajjih bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunga mana shu ikki marhalai tavfiqni hamisha nasib qilgan. Hamisha unga nasib qilgan. Agar shu ikki marhalai tavfiqni siz muroat qilsangiz, dum narsa, izdagi narsa keladi, nima keladi? Barakat keladi.